Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam vafot qilganlariga 40 daqiqa bo'ldi. Bir kuni Ma'orij surasini o'qiyotgan edim. 4-oyatga kelganda qotib qoldim. Farishtalar va ruh, ya'ni Jabroil, miqdori uzunligi 50 ming bo'lgan bir kunda, ya'ni qiyomat kunida u zotning huzuriga ko'tarilurlar. Bizga ko'ra, ya'ni dunyo hisobi bo'yicha 50 ming yil. Farishtaga ko'ra esa bir kun ekan. Endi qiziq. Dunyoda 100 yil yashagan inson u farishtaga ko'ra qancha yashagan bo'ladi? Hisoblaymiz. Oy, yil, kun, soat va soniyalarga bo'lib chiqing. Juda qo'rqinchli raqam chiqadi o'rtaga. O'rtacha 100 yil yashagan deb hisoblasak bir odamni, u farishta hisobiga ko'ra 3 daqiqa atrofida bo'ladi. 3 minut. Tasavvur qilyapsizmi? Aytamiz-ku, Muhammad sallallohu alayhi vasallam oxir zamon payg'ambari va 500 yil bo'ldi vafotlariga. Lekin haligacha qiyomat sodir bo'lmadi. U bizni hisobga ko'ra 500 yil. Lekin bu hisobga ko'ra payg'ambarimiz vafot qilganlariga atigi 40 daqiqa bo'ldi. 1 soat ham emas. Abadiy hayotni qozonishimiz uchun qo'limizda taxminan 2 daqiqa bor. Dunyo yolg'on, hammasi bekor deb o'zimizni aldamaylik. Yolg'on va bekor bo'lgan 2 daqiqalik bizmiz balkida.